$15.000 $8 so'rashayotgan joyga kelganmiz. Umumiy 6 soti $95.000 deyaptilar. Fasadlari ham zo'r ekan. 20 ga 30, to'g'ri, to'rtburchak. Hozir kredit paytida aynan investitsiya qilib pul tikib qo'ysangiz, yer joyga vaqt o'tgandan keyin qimmatroq narxga sotsangiz bo'ladi. Qadrdonlar ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoq tarafga bitta ko'rsatib oling, to'g'ri, to'rtburchak, tekis. Xohlasangiz ikkita katta ish qurib sotib yuborsangiz ham bo'ladi. Yoki mana shu uyni egalari qurib qo'yishgan ekan o'g'limga deb, keling yaqinroqdan ko'rsatamiz. Hozir endi pul zaril bo'lib qolibdi, o'shanga sotib yuborishyapti. Xohlasangiz davom ettirib yuborsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz agar buzib tashlab o'sha ikkita chiroyli katta ish qurib qo'yasiz. Qarang, 5 ta xona ekan. Bu yoni oshxonaga mo'ljallashgan, bu yoni yana bitta xona qilishga mo'ljallashgan. Bu yoqda bo'lsa umumiy sanuzel va mehmonlar, bolalar uchun yotoqxonalar qilishgan. Eng zo'r taraflardan biri qaranglar, mana orqa tarafda ham joy qoldirilgan, bemalol havo aylanadi. Orqa tarafdan ham eshik qilsangiz bo'ladi. Hozir orqa tarafdan ham bitta video olib ko'rsataman. U yoqdan katta ko'cha mashina o'tgan ekan. Bu yoq tarafdan ham darvozasi bor. Aytib o'tganim, fasadi mana 20, mana shu devordan o'sha devorgacha qo'shilgan ham sotishar ekan, mabodo kerak bo'lsa. Xo'p, oldinligida shundoqqina magazin bor. Katta ko'chagacha mana 200-300 metrdan keyin mashina yo'q. Yangi O'zbekistonda bilasizlar, narx-navo oshyapti, qurilishlar jadal ketyapti. Ertaga aeroport chiqqanda yana ham narx oshib ketadi. Yangi O'zbekiston parkigacha bor yo'q 11 minutlik yo'l. Yangi O'zbekiston Istiqlol ko'chasi bo'ladi. Bular $15.800 so'rayotgan, yana kelishib beradilar har bir sotiga. Atrof qiziqsa 25, 20 so'rayotganlar ham bor. Ulgurib qoladigan joyi.